Keyingi yillarda faxriylarga ko'rsatilayotgan yuksak g'amxo'rlik va e'tibor yurtimizda inson qadri naqadar ulug' ekanligini namoyon etmoqda. Qashqadaryo viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Nuroniylar markazida tashkil etilgan uchrashuvda aynan shu mavzuda so'z yuritildi. Viloyat Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi faxriylar kengashi tashabbusi bilan tizimda uzoq yillar samarali mehnat qilgan bir guruh faxriylar bilan boshqarma mas'ullari o'rtasida ochiq muloqot tashkil etildi. Unda bugungi kunda soha xodimlari zimmasidagi mas'uliyat har qachongidan yuksak ekanligi, kirib kelayotgan yosh xodimlarga ma'nan ko'mak va hayotiy tajriba kerakligi, bunda ustoz shogird an'analarini yanada kuchaytirish muhimligi qayd etildi. Faxriylar tizimda amalga oshirilayotgan islohotlarni diqqat bilan kuzatib borayotgani, sohadagi o'zgarishlarga yuqori baho berish barobarida o'zlarining ko'p yillik xizmat davrlarida orzu qilgan, ammo ushalmagan ko'plab yangiliklar bugunga ro'yobga chiqayotganligini alohida ta'kidlashdi. Asosiy maqsad nima? Aynan o'sha faxriylarni harakatga keltirish va ular bilan o'rtadagi muloqotni, rahbariyat bilan bo'lgan muloqotni yoki bo'lmasa shu uch avlod o'rtasidagi mana shu munosabatni yaxshilash. Yoshlarga ham o'sha qariyalarimiz, faxriylarimiz tomonidan bir yaxshi bir ko'nikmalar, ularga shu bosib o'tilgan o'sha tarixiy holatlarni, hayotiy yo'llarini yoki o'sha favqulodda vaziyatlarda yong'in xavfsizligi xizmatida bir ishlagan bir faxriylarimiz, ularni ko'rsatgan jasoratlari, qolaversa ularning hayotiy yo'li to'g'risida ham yoshlarga yetkazilib, shu faxriylar, qariyalar o'rtasida sog'lom turmush tarzini to'g'ri yo'lga qo'yish. Shuningdek, tadbirda faxriylarning yoshlarni sog'lom turmush tarziga qaytarish va bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, ijtimoiy hayotdagi faolliklarni oshirish, madaniy ma'rifiy tadbirlarga jalb etish, soha faxriylarining ibratli hayot yo'llarini yoshlarga ibrat qilib ko'rsatish, milliy va umummilliy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash borasidagi taklif va mulohazalari tinglandi. Uchrashuv yakunida faxriylar o'rtasida shaxmat shashka bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Muxtasar aytganda, yosh avlod tarbiyasida katta hayotiy tajribaga ega faxriylarimiz jamiyatimizning o'ziga xos yuksak ma'naviy va madaniy tarbiyachisi hisoblanadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan muhim xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Bizni esa ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.